Agar sizning uyingizda gaz hisoblagichi bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Chunki bugun oddiy bir tekshiruv, oddiy bir plombaning buzilishi yoki hisoblagichdagi kichik shubha millionlab so'mlik da'voga aylanishi mumkin. Ayrim holatlarda odamlar 22.500 ming so'm, hatto undan ham katta summadagi hisob-kitobga duch kelishyapti. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bunday vaziyatda nima qilishni, qaysi hujjatni talab qilishni, qayerga yozishni va qanday himoyalanishni bilmaydi. Men bugun sizga mutaxassis sifatida juda sodda tilda tushuntiraman. Gaz xodimlari kelganda nimaga e'tibor berish kerak? Hisoblagich tekshiruvda qanday huquqlaringiz bor? Qachon jarima yoki qayta hisoblash qonuniy bo'lishi mumkin? Qachon esa siz e'tiroz bildirishga haqlisiz? Bu ma'lumot har bir xonadon egasiga kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni oldindan bilgan odam keyin millionlab so'm yo'qotmaydi. Oldin ko'pchilik gaz hisoblagichiga faqat oy oxirida ko'rsatkich yozish uchun qarardi. Gaz xodimi kelsa, eshik ochilardi. U hisoblagichga qarab ketardi. Ba'zan plombani tekshirardi, ba'zan suratga olardi. Odamlar ham buni oddiy nazorat deb qabul qilardi. Ammo hozir vaziyat ancha jiddiylashgan. Gaz ta'minoti tashkilotlari qarzdorlik, noqonuniy ulanish, hisoblagichga aralashish, plomba buzilishi, hisoblagichning texnik nosozligi kabi holatlarni juda qat'iy tekshiryapti. Bu yerda bitta muhim farqni tushunib olish kerak. Jarima deganda odamlar ko'pincha hamma narsani bitta so'z bilan atashadi. Aslida ayrim holatlarda bu ma'muriy jarima bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa qayta hisob-kitob bo'ladi. Ya'ni tashkilot siz gazdan hisoblagichsiz yoki noto'g'ri hisob bilan foydalandingiz deb ma'lum davr uchun sarfni qayta hisoblab beradi. Natijada summa 5 million, 12 million, 22 million 500 ming yoki undan ham yuqori chiqishi mumkin. Eng katta muammo shuki, fuqarolar ko'pincha dalolatnomaga nima yozilganini o'qimasdan imzo qo'yib yuboradi. Gaz xodimi bu oddiy tekshiruv uchun imzo qo'ying, ketamiz. Keyin tushuntiramiz desa, odam ishonadi. Keyin esa o'sha imzo asosida da'vo shakllanadi. Men ko'rgan holatlarda odamlar bir varaq qog'ozni oddiy rasmiyatchilik deb o'ylagan, lekin aynan o'sha hujjatda plomba buzilgan. Hisoblagichga tashqi ta'sir bo'lgan. Iste'molchi e'tiroz bildirmadi degan jumlalar yozilgan bo'lgan. Shuning uchun bugungi mavzuning eng asosiy g'oyasi bitta. Gaz hisoblagichi tekshirilayotganda siz tomoshabin emassiz. Siz jarayonning ishtirokchisiz. Siz hujjat talab qilishga, dalolatnomani o'qishga, e'tiroz yozishga, suratga olishga, mustaqil ekspertiza so'rashga va noqonuniy hisob-kitobga shikoyat qilishga haqlisiz. Birinchi navbatda eski hisoblagichi borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, hisoblagich 2 yil, 10 yil yoki undan ko'proq vaqt oldin o'rnatilgan bo'lsa, uning qiyoslash muddati tugagan bo'lishi mumkin. Qiyoslash degani hisoblagich to'g'ri o'lchayaptimi yoki yo'qmi, maxsus tartibda tekshiriladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, gaz tashkiloti sizga e'tiroz bildirishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik ravishda siz aybdorsiz degani emas. Muhim savol shuki, sizga muddat tugagani haqida vaqtida xabar berilganmi? Hisoblagichni yechish va qiyoslash tartibi to'g'ri bajarilganmi? Dalolatnoma tuzilganmi? Ikkinchi xavf guruhi hisoblagichi tashqarida, ko'chada yoki umumiy yo'lakda turganlar. Chunki bunday joyda hisoblagichga sizdan boshqa odamlar ham yaqinlashishi mumkin. Masalan, ko'p qavatli uyda gaz hisoblagichi podyezdda joylashgan bo'lsa, plomba shikastlanishi, qopqoq qimirlatilishi yoki simga tegilishi mumkin. Keyin gaz xodimi kelib plomba buzilgan deydi. Bunday paytda siz darhol savol berishingiz kerak. Hisoblagich qaysi hududda joylashgan? Uning saqlanishi uchun kim mas'ul? Bu joy yopiqmi yoki ochiqmi? Kameralar bormi? Avvalgi tekshiruvda plomba butunligi qayd etilganmi? Uchinchi xavf guruhi uyni yaqinda sotib olganlar. Juda ko'p real holatlarda odam kvartirani sotib oladi, hujjatlarni rasmiylashtiradi, keyin bir necha oy o'tib gaz xodimlari kelib oldingi davrdan qolgan muammo chiqadi. Masalan, eski egasi hisoblagichga aralashgan bo'lishi mumkin, plombani almashtirgan bo'lishi mumkin yoki qarzdorlikni yashirgan bo'lishi mumkin. Yangi egasi esa men bu uyda endi yashayapman deydi. Shu sababli uy sotib olayotganda faqat kadastr va oldi-sotdi shartnomasini emas, gaz, elektr, suv bo'yicha ham qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish kerak. Hisoblagich raqamini, plombani, oxirgi ko'rsatkichni suratga olib qo'yish kerak. 4-xavf guruhi ijaraga berilgan uylar. Agar siz kvartirani ijaraga bergan bo'lsangiz,
men u yerda yashamayman degan gap har doim ham sizni qutqarmaydi. Hisob egasi kim bo'lsa, ko'pincha talab ham o'sha shaxsga keladi. Ijarachi gazdan noto'g'ri foydalansa, hisoblagichga tegsa, qarzdorlik yig'sa, keyin muammo mulkdorning boshiga tushadi. Shuning uchun ijara shartnomasida kommunal to'lovlar, hisoblagichlarning holati, ko'rsatkichlar va javobgarlik alohida yozilishi kerak. Har oy ko'rsatkichlarni surat orqali olib turish ham juda muhim. 5-xavf guruhi. Gaz plitasi, isitish qozoni yoki kolonka almashtirganlar. Masalan, odam eski gaz plitasini yangisiga almashtiradi, usta chaqiradi, ulab beradi. Lekin gaz tashkilotiga xabar bermaydi, ruxsat yoki tegishli qayd bo'lmaydi. Keyin tekshiruvda loyihadan tashqari gaz uskunasi ulangan, ruxsatsiz o'zgartirish qilingan degan e'tiroz chiqadi. Bu ham katta hisob-kitobga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa isitish qozoni qo'shilgan bo'lsa, sarf normasi ko'payadi va qayta hisoblash juda og'ir summaga chiqishi mumkin. Endi aniq misol olaylik. Tasavvur qiling, 2 xonali kvartirada gaz plitasi bor, hisoblagich ishlayapti. Oyga o'rtacha 20-30 kub gaz ishlatadi. Bir kuni tekshiruvda plomba buzilgan deyiladi. Agar tashkilot bu holatni hisoblagichsiz foydalanish deb baholasa va bir necha oy yoki yil uchun norma asosida qayta hisob qilsa, summa oddiy oylik to'lovdan 100 barobar ko'p chiqishi mumkin. Odam esa men har oy to'lab kelganman-ku deydi. Lekin tashkilot hisoblagich ko'rsatkichi ishonchsiz deb turib olsa, masala dalillar bilan hal qilinadi. Yana bir misol. Hovlida yashovchi fuqaro gaz qozoni bilan uyni isitadi. Hisoblagich tashqarida o'rnatilgan, qishda gaz ko'p ishlatiladi, yozda kam. Tekshiruvda magnit ta'siri bo'lgan deb da'vo qilindi deylik. Bunday holatda darhol so'rash kerak. Magnit ta'siri qanday aniqlangan? Maxsus qurilma bilanmi? Laboratoriya xulosasi bormi? Hisoblagich yechilganda dalolatnoma tuzildimi? Iste'molchi yoki uning vakili ishtirok etdimi? Hisoblagich qadoqlanib muhlandimi? Agar shunchaki og'zaki magnit qo'yilganga o'xshaydi deyilsa, bu yetarli dalil emas. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Hisoblagichi yangi, qiyoslash muddat amalda. Plomba butunligi bo'yicha hujjati bor, to'lovlarni vaqtida qilgan, uskunalari rasmiy qayd etilgan, ko'rsatkichlarni muntazam topshirib kelgan odamning pozitsiyasi ancha kuchli. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Hujjatlarni tartibli saqlash baribir kerak. Eng nozik masala bu dalolatnoma. Gaz xodimlari tekshiruvdan keyin dalolatnoma tuzsa, siz uni oxirigacha o'qishingiz kerak. Agar sizga o'qishga vaqt bermasa, bu normal holat emas. Agar matn tushunarsiz bo'lsa, tushuntirish talab qiling. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan jumla bo'lsa, imzo qo'ymasdan ketib qolish ham har doim eng to'g'ri yo'l emas. Chunki ular imzo qo'yishdan bosh tortdi deb yozishi mumkin. Eng o'qilona yo'l, imzo yoniga o'z qo'lingiz bilan, dalolatnoma bilan rozi emasman. Plomba buzilishi mening ishtirokimda aniqlanmadi. Hisoblagich umumiy yo'lakda joylashgan. Mustaqil ekspertiza talab qilaman kabi e'tirozni yozish. Bu juda muhim. Chunki keyin sudda yoki shikoyat jarayonida nega o'sha kuni e'tiroz yozmadingiz degan savol bo'ladi. Agar siz dalolatnomaga hech narsa yozmasdan imzo qo'ygan bo'lsangiz, tashkilot iste'molchi holatni tan oldi deb talqin qilishi mumkin. Agar siz e'tiroz yozgan bo'lsangiz, masala bahsli ekanini boshdan ko'rsatgan bo'lasiz. Ikkinchi nozik masala, hisoblagichni yechish tartibi. Hisoblagichni olib ketishsa, albatta uning raqam ko'rsatkichi, plombalari, tashqi holati dalolatnomada yozilishi kerak. Hisoblagich maxsus paketga yoki qutiga joylanib, muhrlanishi kerak. Siz o'sha jarayonni telefoningizga suratga yoki videoga olishingiz mumkin. Bu janjal qilish uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun kerak. Agar keyin laboratoriyada ichki mexanizmga aralashuv bor deyilsa, siz hisoblagich qaysi holatda yechilganini ko'rsata olishingiz kerak. Uchinchi nozik masala, sizni uyda bo'lmagan paytingizda tekshirish. Agar hisoblagich ko'chada yoki podyezdda bo'lsa, gaz xodimlari uni sizsiz ko'rishi mumkin. Lekin sizga nisbatan katta da'vo qo'yilayotgan bo'lsa, tekshiruv dalillari ishonchli bo'lishi kerak. Masalan, surat, video guvohlar, dalolatnoma, xabarnoma, hisoblagich holati avvalgi tekshiruv bilan solishtirish. Biz keldik, ko'rdik, plomba yo'q ekan degan umumiy gap katta summa uchun yetarli bo'lmasligi kerak. Siz aynan dalillarni talab qilasiz. 4-chi nozik masala, plomba buzilgan bo'lsa ham. Bu avtomatik ravishda siz o'g'irlik qildingiz degani emas. Plomba mexanik shikastlanishi mumkin, eskirishi mumkin, tashqi omildan uzilishi mumkin, uchinchi shaxs tegishi mumkin. Albatta, tashkilot bunga shubha bilan qaraydi.
Lekin aybni aniqlash uchun holat to'liq tekshirilishi kerak. Agar hisoblagich uyingiz ichida faqat siz kiradigan joyda turgan bo'lsa, vaziyat bir xil baholanadi. Agar umumiy hududda turgan bo'lsa, boshqa savollar paydo bo'ladi. 5-nozik masala, qarzdorlik va noqonuniy ulanishni aralashtirmang. Qarzdorlik bu siz ishlatilgan gaz uchun pul to'lamagansiz degani. Noqonuniy ulanish esa hisoblagichdan chetlab o'tib gaz olish, ruxsatsiz tarmoq ulash yoki uskunani yashirincha qo'shish kabi holatlar. Qarzdorlik uchun to'lov talab qilinadi. Ayrim holatda penga yoki cheklash bo'lishi mumkin. Noqonuniy ulanish esa juda jiddiy oqibatga olib keladi. Shuning uchun dalolatnomada aynan nima yozilganini aniqlang. Qarzmi? Plomba masalasimi? Hisoblagich nosozligimi, ruxsatsiz uskuna ulanishimi? 6-nozik masala og'zaki va'dalarga ishonib qolmang. Hozir imzo qo'ying, keyin kamaytirib beramiz. Boshlik bilan gaplashamiz. Bu faqat ichki hujjat degan gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Sizga nima deyishsa, yozma shaklda so'rang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing. Kirim raqamini oling. Telefon orqali gaplashsangiz ham. Keyin yozma murojaat bilan tasdiqlang. Kommunal nizolarda qog'oz va dalil eng muhim narsa. 7-nozik masala, uy sotib olayotganda kommunal tekshiruvni e'tiborsiz qoldirmang. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Chunki odamlar katta pulga kvartira oladi, lekin gaz hisoblagichining bitta plombasiga qaramaydi. Sotuvchi hammasi joyida deydi. Notarius oldi sotini rasmiylashtiradi. Keyin yangi egaga eski muammo chiqadi. Shuning uchun sottidan oldin gaz bo'limidan hisob holati, qarzdorlik hisoblagich raqami, oxirgi ko'rsatkich, qiyoslash muddati haqida ma'lumot oling. Imkon bo'lsa, sotuvchi bilan birga kommunal tashkilotga boring. 8-nozik masala, men bilmaganman degan gap har doim ham yetarli himoya bo'lmaydi. Qonun va shartnomalarda iste'molchi gaz uskunalaridan xavfsiz va belgilangan tartibda foydalanish kerakligi ko'rsatiladi. Shuning uchun siz uy egasi sifatida hisoblagich holatini kuzatishingiz, plombaga tegmasligingiz, gaz uskunasini o'zboshimchalik bilan almashtirmasligingiz, xodimlar kelganda hujjatli tartibda ish yuritishingiz kerak. Bilmaslikni kamaytiradigan eng yaxshi vosita bu oldindan tartibni bilish. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Gaz xodimlari keldi, hisoblagichni tekshirmoqchi. Siz nima qilasiz? Birinchi qadam, xodimlardan xizmat guvohnomasini so'rang. Ismi, lavozimi, qaysi tashkilotdan kelgani, tekshiruv sababi sizga ma'lum bo'lishi kerak. Bu qo'pol muomala emas, bu normal huquqiy ehtiyotkorlik. Agar ular reyd yoki maxsus tekshiruv bilan kelgan bo'lsa, buning asosi bo'lishi kerak. Siz eshik ochgan zahoti vahimaga tushmang, lekin jarayonni nazorat qiling. Ikkinchi qadam, tekshiruv boshlanishidan oldin hisoblagichni suratga oling. Raqami ko'rinsin, ko'rsatkich ko'rinsin, plombalar ko'rinsin, umumiy joylashuv ko'rinsin. Agar hisoblagich podyezdda bo'lsa, uning ochiq hududda turganini ham suratga oling. Bu keyin juda kerak bo'lishi mumkin. Suratlarda sana avtomatik saqlanadi. Lekin baribir imkon bo'lsa, video ham oling. 3-qadam, hech qanday hujjatga o'qimasdan imzo qo'ymang. Bu qoida oltin qoida. Dalolatnomani boshidan oxirigacha o'qing. Unda iste'molchi rozi, e'tiroz yo'q. Plomba buzilgan, hisoblagichga aralashuv aniqlangan, noqonuniy ulanish kabi jumlalar bormi? E'tibor bering. Siz rozi bo'lmasangiz, albatta o'z e'tirozingizni yozing. Faqat og'zaki men rozi emasman deyish yetmaydi. 4-qadam, dalolatnoma nusxasini oling. Sizga nusxa bermasa, hujjat raqamini, sanasini, xodimlarning ismini yozib oling. Telefoningizga hujjatni suratga oling. Agar bunga ham qarshilik bo'lsa, bu holatdan ham qayd qiling. Keyin murojaatingizda dalolatnoma nusxasi berilmadi deb yozasiz. 5-qadam, hisoblagich yechilsa alohida e'tibor bering. Hisoblagichning ko'rsatkichi, zavodda raqami, plombalari qadoqlanishi dalolatnoma kiritilsin. Hisoblagich tekshiruvga olib ketildi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi holatda olib ketilgani aniq yozilishi kerak. Agar siz ekspertizaga ishonmasangiz, mustaqil ekspertiza yoki qayta tekshiruvni talab qilish huquqingiz borligini yozma ravishda bildiring. 6-qadam, katta summa chiqarilsa, darhol to'lashga shoshilmang. Avval hisob-kitob asosini talab qiling. Qaysi davr uchun hisoblangan? Qaysi norma qo'llangan? Nega aynan shu muddat olingan? Qaysi hujjat asosida siz aybdor deb topilgan? Laboratoriya xulosasi bormi? Komissiya qarori bormi? Masalan, sizga 22.500 ming so'm deyishdi. Siz bu summa qayerdan chiqdi deb umumiy so'ramaysiz. Siz yozma ravishda hisob-kitob jadvalini
dalolatnoma nusxasini, ekspertiza xulosasini, qo'llangan me'yoriy asosini so'raysiz. 7-qadam, ariza yozing. Arizada quyidagilar bo'lsin: familiya, ism, manzil, abonent raqami, telefon, tekshiruv sanasi, xodimlar kim bo'lgani, nima holat aniqlangani, siz nimaga rozi emasligingiz, qanday hujjatlarni talab qilayotganingiz. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini tashkilotga topshirasiz, ikkinchi nusxangizga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirasiz. Agar elektron murojaat yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. 8-qadam. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga yozasiz. Javob qoniqtirmasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi organlarga, prokuraturaga, tegishli inspeksiyalarga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Men har doim maslahat beraman. Shikoyat hissiyot bilan emas, dalil bilan yozilsin. Menga nohaqlik qilishdi degan gap o'rniga falon sanada tuzilgan dalolatnomada men rozi bo'lmagan holat qayd etilgan. Dalolatnoma nusxasi berilmagan, hisob-kitob asosi taqdim etilmagan. Mustaqil ekspertiza talab qilaman deb yozing. 9-qadam. To'lov tarixini tartibga soling. Bank ilovasidagi cheklarni, gaz to'lovlari kvitansiyalarni, hisoblagich ko'rsatkichlarini saqlang. Har oy hisoblagichni suratga olib qo'yish odat bo'lsin. Bu juda oddiy ish, lekin katta bahsda sizga kuchli dalil beradi. Agar tashkilot siz uzoq vaqt noto'g'ri foydalangansiz desa, siz muntazam ko'rsatkichlar va to'lovlarni ko'rsatasiz. 10-qadam. Gaz uskunasini faqat rasmiy tartibda almashtiring. Plita, qozon, kolonka, bur, hisoblagich, kran, shlang, ulanish joyi, bularning hammasi xavfsizlik masalasi. O'zboshimchalik bilan usta chaqirib ulatish arzon ko'rinishi mumkin, lekin keyin millionlab so'mlik muammo va xavfsizlik xavfiga olib keladi. Rasmiy murojaat qiling. Ish bajarilganini hujjatlashtiring. Uskunaning pasporti va kafolat hujjatlarini saqlang. 11-qadam. Uy sotib olayotganda alohida tekshiruv ro'yxati tuzing. Gaz bo'yicha qarzdorlik yo'qligi, hisoblagich qiyoslash muddati, plomba butunligi, uskuna turi, abonent kim nomida ekani, oxirgi ko'rsatkich, gaz tarmog'iga ruxsatli ulanish borligi tekshirilsin. Oldi-sotdi shartnomasida kommunal qarzdorliklar bo'yicha sotuvchining javobgarligini yozdirish ham foydali. Bu mayda narsa emas, bu kelajakdagi nizoning oldini oladi. 12-qadam. Ijaraga berishda akt tuzing. Ijarachiga kalit berayotgan kuni gaz hisoblagich ko'rsatkichini, plombaning holatini, uskunalar ro'yxatini yozing. Ijarachi bilan birga imzo qo'ying. Har oy surat talab qiling. Agar ijarachi gaz to'lovini o'zi qilsa ham, siz nazorat qilib boring. Chunki uy sizniki, katta da'vo kelganda birinchi navbatda mulkdor yuguradi. Yana bir amaliy holatni ko'rib chiqamiz. Gaz xodimlari keldi va hisoblagichingizda muammo bor. 22.500 ming so'm hisoblanadi dedi. Sizning to'g'ri harakatingiz shunday bo'ladi. Birinchidan tinchlanasiz va og'zaki bahsni cho'zib yubormaysiz. Ikkinchidan dalolatnoma talab qilasiz. Uchinchidan dalolatnomaga, hisob-kitobga rozi emasman asoslantirilgan hujjatlar va ekspertiza xulosasini talab qilaman deb yozasiz. 4-dan hisoblagich holatini suratga olasiz. 5-dan ertasi kuni yozma ariza topshirasiz. 6-dan javob kelguncha barcha hujjatlarni bir papkaga yig'asiz. Mana shu tartib sizni kuchli pozitsiyaga olib chiqadi. Yana bir holat. Gaz hisoblagichi podyezdda turadi. Plomba yo'qolgan. Siz buni tekshiruv paytida bildingiz. Bu yerda siz darhol men aybdor emasman deb baqirish o'rniga dalillarni yig'asiz. Hisoblagich umumiy joyda ekanini suratga olasiz. Qo'shnilardan bu joyga ko'pchilik kira olishini tasdiqlovchi tushuntirish olishingiz mumkin. Avvalgi tekshiruv sanasini so'raysiz. Plomba qachon butun bo'lgani oxirgi marta qaysi hujjatda qayd etilganini talab qilasiz. Agar uy boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat bo'lsa, umumiy hudud nazorati bo'yicha ham ma'lumot so'raysiz. Bularning hammasi plomba buzilgan, demak uy egasi aybdor degan sodda xulosani bahsli qiladi. Agar siz haqiqatan xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangizchi, masalan, uskunani ruxsatsiz almashtirgansiz yoki qiyoslash muddatini o'tkazib yuborgansiz, bunday holatda ham qo'lni ko'tarib taslim bo'lish kerak emas. Siz baribir hisob-kitob to'g'ri qilinganmi? Davr to'g'ri olinganmi? Norma to'g'ri qo'llanganmi? Sizga oldindan ogohlantirish berilganmi? Kamaytirish yoki bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Shularni tekshirasiz. Ko'p nizolarda masala ayb bor yoki yo'qligidan tashqari hisoblangan summaning qonuniyligi va adolatliligiga borib taqaladi.
Bu mavzuda eng muhim yuridik mantiqni oddiy qilib aytaman. Tashkilot sizdan pul talab qilayotgan bo'lsa, bu talab hujjatga, dalilga va hisob-kitobga tayanishi kerak. Siz esa iste'molchi sifatida bu hujjatlarni ko'rishga, ularga e'tiroz bildirishga, tushuntirish so'rashga va yuqori organlarga murojaat qilishga haqlisiz. Sizning vazifangiz gaz xodimi bilan janjal qilish emas, jarayonni hujjatlashtirish. Har qanday katta da'voda 3 ta savol bo'ladi. Birinchi savol: holat haqiqatan bo'lganmi? Masalan, plomba buzilganmi? Hisoblagich nosozmi? Noqonuniy ulanish bormi? Ikkinchi savol: bu holat kimning javobgarligida? Hisoblagich qayerda turgan? Kim unga kira olgan? Oldin qanday holatda bo'lgan? Uchinchi savol: summa qanday hisoblangan? Davr, norma, tarif, uskunalar soni, yashovchilar soni, isitish maydoni, bularning hammasi hisobga olinganmi? Agar shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, demak sizda e'tiroz uchun asos bor. Shuni ham unutmang, gaz xavfsizlik masalasi. Men bu videoda faqat pul haqida gapirayotganim yo'q. Ruxsatsiz ulanish, sifatsiz ishlang, noto'g'ri o'rnatilgan qozon, ventilyatsiyasiz xona, bular odam hayoti uchun xavfli. Shuning uchun rasmiy tartib faqat byurokratiya emas. Ko'p hollarda xavfsizlik kavolati hamdir. Lekin rasmiy tartib degani fuqaroga bosim qilish yoki tushunarsiz summani majburan undirish degani emas. Har ikki tomonda ham mas'uliyat bor. Bugun eslab qolishingiz kerak bo'lgan asosiy fikrlar shular. Gaz hisoblagich tekshiruvida hech qachon hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Rozi bo'lmasangiz, e'tirozingizni dalolatnomaga yozing. Hisoblagich, plomba va ko'rsatkichlarni suratga oling. Katta summa chiqsa, hisob-kitob asosini talab qiling. Hamma murojaatni yozma shaklda qiling. Uy sotib olayotganda yoki ijaraga berganda kommunal holatni alohida tekshiring. 22.500 ming so'm kabi summa bir kunda paydo bo'lib qolgandek tuyuladi. Lekin ko'pincha uning ildizi oldindan e'tiborsiz qoldirilgan bitta hujjat, bitta plomba, bitta imzo yoki bitta ruxsatsiz ulanishda bo'ladi. Siz oldindan tartibni bilsangiz, o'zingizni ancha kuchli himoya qilasiz. Sizda shunaqa holat bo'lganmi? Gaz xodimlari tekshiruvga kelganda qanday vaziyatga duch kelgansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar uchun pulini, uyini va huquqini himoya qilishga yordam beradigan muhim mavzularni tushuntirib boraman.